Yo'llarda o'zi va o'zgalar hayotiga xavf solib harakatlanayotgan yoshlar hamon bu qilmishlarining salbiy va ayanchli oqibatlarini tushunib yetmayapti. Termizda ham tunda shahar ko'chalarida kim o'zariga o'ynagan mana bu yoshlarning harakati jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Men 28-aprel kuni kechki soat 8-9 atrofida Termiz shahrida dadamga tegishli bo'lgan Gentra rusumli mashinani haydab chiqdim va tunda yo'l bezoriligini sodir qildim. Svetoforni ta'qiblovchi ishoralariga bo'ysunmasdan qizil chiroqda harakatlandim. Yon atrofimdagi haydovchilarga xavf soldiruvchi manyovrlar qildim. Bu ishdan juda afsusdaman. O'zimning tengdoshlarimga, o'zimning tengqurlarimga bunaqa holatni sodir etmasliklariga tavsiya beraman. Haydovchilik guvohnomasini olganimga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Katta ehtimol bilan endi haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lishim mumkin. Birgina xatoim evaziga mana endi jabrini o'zim chekyapman. Qonun ustuvor jazo muqarrar ekanligini angladim. Sizga nisbatan sodir etgan qoidabuzarliklaringizda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik. Hurmatli haydovchi, mana bu harakatingizdan xulosa chiqaring. Boshqa bu xatti-harakatlarni sodir etmaslik yo'llarda boshqa harakat ishtirokchilari ham erkin, xavfsiz harakatlanishga haqli. Sizga o'xshagan yosh, qiziqqon haydovchilarni deb yo'lda shuncha ko'ngilsiz hodisalar, o'limlar kuzatilyapti. Bunda faqat qoidalarning buzilishi sabab bo'lyapti. Qoidalarda esa sizga o'xshagan oqibati bilan qiziqmaydigan haydovchilar buzyapti. Hurmatli haydovchi, nima sababdan qarindosh yo'lga chiqib, svetoforning pasporti qizil chirog'idan harakatlandingiz? Shunga shoshib ketganim shu. Svetofor qizil chirog'i kelib qolib o'tib ketdi. Oldinda o'tib ketgan piyodani ko'rdingizmi? Ko'rdim. O'sha sal orqaga kelib sizdan to'qnashib qo'yganini ular o'tib ketardingiz. O'sha kundan beri o'ylayapman shu piyodani urib ketganiga, uning taqdirini bilardim, mening taqdirim. O'zimga xulosa chiqardim, men nomrali haydovchi bo'laman. Hurmatli haydovchi, sizga yo'l harakati qoidalarining 31-bandi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirman. Bu holat boshqa takrorlanmasin. O'zingizni va o'zgalarni